Dolbayım. Bu video obreshinamiz Rossiya territoriyasida yurganlar uchun. Ko'rib turganlaringdek bizningcha politsiyskiy ushlagandi. Xullas, men bilan ozgina tortishyapti-da. Men hamma dokumentlarimni bersam, chekni ko'rib turib, sen kechqurun 10:47 da to'lagan ekansan, deyapti-da. Men тебе какая разница deyapman. Desam, bazaga tushmagan bu, рабочий времяda to'lashing kerak deb mendan pul talab qilyapti. Men bermadim va Rusiyaga ozgincha yaxshi bilib talashganim uchun meni qo'yib yuboryapti-da. Shogirdlarni mashinaga solib olib ketyapti. Chiqay desam chiqarmaydi. Ag'da bo'lgan vaziyat qaranglar endi. Borganda shogirdlarni dokumentlarini 1 soat aylantirib qaytarib bergan. Qarasa, migratsionkasi yo'q ekanda. Migratsionka qani desa, bizga bermading debdi-da politsiyskiy. Bizga bermading. To'xta, sening migratsionkang yo'q ekan. Biz seni hozir adelga olib boramiz, deportatsiya qildiramiz yoki bo'lmasa 20 ming so'm pul ber deganda. Itlar, haromilar shunaqa qilib pul ishlamoqchi bo'lgan. Keyin bizda unaqa pul yo'q. Ozgina tortishgan, ko'nmagan. Bizim shogirdlar aytgan 2000 pulimiz bor. Shuni olib migratsionkamizni berib qo'yib yuborsa, migratsionkang bizda emas deganda. Oxiri 2 soat aylantirgan, pul yo'qligini bilgan, kartasini tekshirgan, kartasida yo'q. Kartasini qaranglar, tekshirishni. Istoriyani ko'ribdi-da, oyiga qancha dohod tushyapti, kimga qancha solyapti, yo kimgadir o'tkazib yubordimi pul. Istoriyani ko'rib turib, keyin 600 so'm puli bor ekan, shu 2000 nalichkasini olib turib, itlar cho'ntagidan migratsionkani chiqarib, nima deb berib turib, valiyat so'da deyapti-da. Bu qonunda unaqa narsa yo'q-da. Unaqa g'azablanadi agar O'zbekistonga borib qolsa itlarni nima qilishni kommentariyada yozib ketinglar. O'zbekistonga borsa ham mana shunaqa itlarni biz ruskiylarni bizni o'zbekistonliklar bunaqa qilmaydi-ku, to'g'rimi? Nimaga bular bizni bunaqa qilishadi? Bunaqa o'zlari dokumentimizni olib turib cho'ntagiga savob yo'q menda deyapti-da. Shuning uchun ogohlik davr talabi deydi-yu. Hozir juda qiyin bo'lib qoldi Moskvada yurish ham. Endi qaranglar, sizlarga maslahatim, kim qanaqa dokument beryapti politsiyskiga, har bittasini bitta beringlar, общий bermanglar. Hop, patent, registratsiya, migratsionniy, pasportni beringlar. Nommadom aytib bitta beringlar. Qaytarib olishda ham proverka qilib olinglar, iltimos qiladi. Proverka qilinglar, qaysidir yo'q bo'lsa senga berdim deb talab qilinglar buni. Bu itlar cho'ntagiga savob bitta dokumentingizni olib qo'yib, menga bermading deb nayran qilishyapti-da, o'rtoqlar. Endi nima deymiz endi bularga, o'rtoqlar?